Salom hammaga. Anchadan beri video olmayapmiz. Bitta obunachimiz Frankesini oching deganlarga coin yig'ilyapti hozir. Shuning uchun ora-orada mayda open case'li bo'lib turibdi. Frankesini bilasizlar. Kichkina case emas u, katta case. Oqizishini bilaman, uni ham lekin mayda bir kun toch boqamiz xullas. Mana 3000 dan shu coinimiz bor, ozgina qoldi. Ikkita ochishga yig'olsak, ochib video qilamiz. Kommentga yozinglar, qaysi kes qiziq bo'lsa ochib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Har bitta kommentni o'qiyman. Hammaga omad, kuzatib boringlar. Rahmat hammaga.